Xo'p, 20 marta men muhojirlarni Amerikadan O'zbekistonga olib kelganman. Bularni O'zbekistonni tomosha qildirib ketganman. 200 ta odamni men vizasini pechat qilib konsulda kirib turgan paytimda telefon keldi. Izro aka sizga O'zbekiston xalq artisti berildi deganda men o'rnimdan esim ketib qoldi. Yiqildim. O'zbeklar, tojiklar biz olaman deb o'tiribdi. Konsullar, haligi OON konsullari nimalari hammasi nima bo'ldi? Aka dedim, menga O'zbekiston xalq artisti 70 yildan keyin beribdi dedim. Qachon? Ha, mana shuni hozir telefon keldi. Keyin Javlon aka degan O'zbekiston elchisi Washingtondan telefon qilishdilar. Izro aka, sizga mana shunaqa unvon bo'ldi. Rahbarimiz yaqinda keladilar. Sizga o'zlari Amerikada topshiradilar kongressning nimasida. O'sha paytda bizga topshirdilar. Bu nima degan gap? Bu birinchi dunyoda bo'lgan hodisa. 30 yil tark etib O'zbekistonni ketganman. Lekin xizmatlarimni eshitib bilib, shular meni esdan chiqarmasdan menga O'zbekiston xalq artisti 3 pog'onadan yuqoriga olishim kerak edi. Zaslujinni, O'zbekiston xalq hofizi, yana boshqasi keyin narodni olishim kerak edi. Birdan narodni berdilar. Shunday bo'lsam oldilarida turdim, so'radim. Bu 3 pog'onadan birdan menga narodni berdi. Yo, menga zasluga deb yozgan ekanlar. Men o'chirib narod yozdim. Bu narodniga to'g'ri keladi, qilgan ishlar deb aytdilar. Xursand bo'ldim, yig'ladim. Rostiga ansambl qilib Washingtonda o'zbek kunlari, Navro'zlarda bayroq ko'tarish Washingtonda. Ko'p hamma konsertlarda ansambl qilib borardim. Shu qilgan ishlarim. Keyin har zaman O'zbekiston, keyin ko'p shtatlarda telefon bilan onlayn orqali maqom o'rgataman bolalarga. Shularni biladilar. Ansambl qilganman, biladilar. Shu narsalarga shu bahona bo'ldi menimcha.